Gözlerden taranlap dökülgen ısık yaşlar, kalplerdeki çeksiz kaygı ve judalıkның açıq hatırısıdır. Bu çağda adamga təsəlli olduğunu hayattaki şirin xiyallar, hem hakiki yalqulluq muhabbetin ibaret. Öldün geldim ha, başından aldığınız gibi kaldım ne bu? Canım balam, ben de korkmadım. Aman kaldı. Canım balam. Senin kasaptın ben. İnsattan ayrılıp kaldı, taslık kaldım. Sana bu öyle yeneneyim bak. He? Münasebetimiz üzülgen ki yok olmazsa. Canım dada. Abamını koğlamam. Ben abamını yaş görmem dada. Abamını koğlamam. Canım abba, beni taşlap gitmem. Gitmem abba. Canım abba, beni taşlap gitmem. Canım baba, oturmasın, işlemeysen, işlenmeysen. Ben ketmesem babay. Canım abba, beni taşlap gitmem. Beni taşlap gitseniz ben kandan kılımım. Bana işiniz ağırsın. Canım dada, abamı getirmem. Ben abamı yaş görmem. Abam gelsin bulmaydı. Nemiz yapkınmaysız dada. Hey! Balının sürgünü tola ezmey. Yok olmam sen. Harap oldursan koy yukarı. Baba, canım balam. Öde bir yaka. Baba! İnsan. Bu oldu kız. Bunda kıma deme. Bu oldu kız. Bu oldu hiç kılma. Bu oldu. Gel bana. Gel bana. Bu oldu. Bu oldu hiç kılma bana. Baba gitme. Korkutun bana. Zırla bir de. Abba! Abba! Ben sana yapsın yersen iplerim. Bu oldu zırlama bana. Gel benimle anla da o dile. Bu oldu bana. Bu oldu zırlama. Gelin bana. Bu oldu. Apak apak taşlarla sayda oynaydı. Eğlenmeye yaş balla toyda oynaydı. Toyda oynaydı. Kaşınız kara. Emez ne mandı be? Dada, neydi bu
Kızlar, bugün pek mühim işim var. Hiler yaşam bugün aparay, ma'qul mı? Yok, bugün otursiz. Apanız muşundaq daha deb öğütüpti da, kızlar. Apanız bek akıllı, Cumhur, bek akıllı. Ben öğütüvatımen. Gün boyu pul tapımen dep aldıraşla jüreysiz. Ya bala bilen ya mening ılık karınız yok. Muşumu turmuş mu? Gülşen. Baxtli yaşaş uchun pul tepish kerak. Pul tepish uchun kechini kunduzga ulab, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay. Shundoq jafo tortadigan gap. Buni sizmi tushunasiz-ku? Daim şundaqla deysiz. Pul adamның ihtiyacını qandırğan bilen hergizmi adamga tasalli bo'lanmaydi. Ayni vaqtdagi baxtsizlikmi? Mush pulning gazobisidan bo'ldi-ku. Acaba siz buni unutib qoldingizmi? Ha? Dada, opa, sizlar so'qishmisanlarchu? Sizlar so'qishsanlar mening peshim og'rib ketadi ekan. Ayvasiz. Ha? Yapmayız var. Siz ne yapıp koyma? Kızcağım. Ne buldunuz? Resmiyetleri ötep girin. Ayalığınızı o şirketçi bir yak ketip kalma. Mağlunun gününde bizikti. Karapet mi? Siz elbette doktorxonada da Meni bu yerga kim keldi? yo'ldoshingiz keldi u. Yo'ldoshingiz? Hoşunuzu kapsizda. Men tunövden sizning mashinangizga chiqqanday qilgandim-ku. Ha, tülgün başına çıkıp da aylanıp gettiniz.
Şunun bilan doktor sizni qo'zg'almayapsiz nega? Men ketmasam bo'lmaydi. Voy. Hey, siz zodi nega boryapsiz? Uyga ketaman. Endi men sizni olib qo'yay. Ma'qul. Mashina o yoqda. Bo'ldi, hali. Sizni avval qildimi? Hech qisi yo'q. Xo'shamsan. Xo'shamsan. Opa. Oy, Farida. Qiz. Qaytib keldingmi? Anvar bilan bo'lgan ishlaring endi tugagandi. Tugidi, opa. Ajrashib ketib yomon qilding qizim. Qarab turib bolang yetim bo'ladigan bo'ldi. Bo'ldi qana opa. Anvardan orantasi qutulganda yana nahlik gaplarni qilib yuraysan. Dadisi. Dada, yaxshi turdingizmi? Keldim qizim. O'zim qanaroq. Yaxshi. Bo'ldi. Qizim, sen hargiz qayg'urma. Qandoq ishing bo'lsa, opangni ishimizga degan. Sen degan bizning yurak bag'rimiz emasmi, jinim qizim. Dadam to'g'ri aytdi qizim. Turmushda zarb yedimda. O'zingni yo'qotib qo'yma. Kunlari sen ona baxtliligini ber. Ma, choy ichk. Boshqasi mayli. Biroq Elshadga o'g'il bo'ladigan bo'ldi. Bolada gunoh yo'qdi. Endi navrimizni muqamga ko'rmaydigan bo'ldi. Bo'ldi. Faridaning ko'ngli oromida emas chog'da navrini gapini qilmaslar. Tura qizim, yotoq uying kirib damag'in. Buguncha ortiq gap qilmaylik dadisi. Elsa, hech uxlamabsan-ku bola. Elsa, yatay bola, uxlagin, ha? Qandoq to'msib o'tirvasan, qandoq bo'ladi? Qara, bolam, men sana opamdan obdan qarayman. Hargiz g'am qilma. Opamni ketdi. Uydagi jidal majromi besiqdi. Sen mu xotirjam takror qila olaysan.
Sana hiç kim tosalgı olmaydı. Dada, sizlar ajrashmagan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Sizlar meni o'ylabmi qo'ymadinglar. Men saboqdoshlarimning oldida qanday yuz ko'tarib yura olayman? Gülşen, hadi gelin. Dada! Ha? Abla kızı. Gülşen, ne buldunuz? Her kuni yo'lingizga qarab mushundaq ansirab o'tadigan o'xshayman. Endi kunlab uyga kirmaydigan bo'lib oldingiz. Tunugin chiqib ketib, endi kirsangiz. Helikele, manikele deb ansirab o'tirsak, bu bizga azob emasmi? Estağfurullah. Menden ansirab ketmanglar. Tunugi mashina haydab ketayotsam biz to'sidi. U mashinaga chiqibla aylanib ketdi. Uni ko'cha tashlab qo'yishning o'rni yo'q-da. Shuni bilan doktorxonaga oldim. Doktorxonaga olsam, doktorlar siz akagandan keyin to'psib turmusingiz bo'lmaydi dedi. Shuni bilan men kechikib mushaq qoldim. Kun bo'yi pul topaman deb shuraysiz. Sirtlarda nima ishlarni qilib yurganingizni kim biladi? Voy, men sizga tushuntirdim-ku. Nimada ta'tirlik qilasiz? Pul topsam oilamiz uchun emasmi? Men sizga aytib qo'yay erkin. Men sizning pulingizga emas, muhabbatingizga muhtoj. Pul tepishga kirishib ketgandan buyon men bilan koringizmi bo'lmayotdi. Muhabbatimiz susishib ketdi. Nima ishqi meni tushunmaydigansiz Gulshan. Pul topqanim endi gunoh bo'lib qoldimi? Sizga quruq muhabbat bo'lsa bo'ladimi? Ayni vaqtda meni muhabbatida qanday xo'rliklar qilganim yodingizdami? Shu chog'da sizning ota-onangiz bizning uydagilarni nomlab ko'rib, kimga qilig'i qolmadi. Qarab turib, o'g'limizning beshig'i chiqdi. Mushlarning hammasi pul uchun bo'lgan emasmi? Unda qiziqqonlik qilmang Gulshan. Gülşen, yoldan ötükçe maşından dikkatli ötersin. Ma'qul. Hoşumuz. Xo'sh, dada. Xo'sh. Hoş. Hey. Ha, Faridaman? Ha. Akşam maşında sumkanızı unutup kapsız. Bo'ldi. Ha. Ben hazır apırıp beray. Ma'qul.
Sevap qilmadingiz? Yaxshi qoldingizmi? Akşam sizni toza avvar qildimi? Hech qisi yo'q. Lekin siz meni bir qo'rqitib aytdingiz. Sizni bunda g'alati ko'rishimni zot o'ylab boqmabdi ekanman. O'zimni bilmay qoldim. Beshim birdan piqirab ketdi. Sizning mashinangizga aral ulguribdiman. Ha, olsin qiz. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Akşam sizning doktorxonaga to'lagan pulingiz bilan taksi pulingizni berib o'tishni unutib qolibman. Ha, hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Qo'shimcha, unda qilmay qaytay. Ay, agar siz qo'shilsangiz sizni bir vaqt tamoq taklif qilib olsam. Agar mehmon qildigan ish bo'lsa, men sizni mehmon qilay. Sizning telefon nomeringiz? Bo'ldi, men sizga telefon qilay. Qo'shimcha. Kichik do'stlar, bugun biz ömürlük hayvanlar bilan qayta tanishimiz. Qani qaysi kichik do'st aytib baqadi? Ömürlük hayvanlarga qaysi hayvanlar kirdi? Kim aytib baqadi? Yoldoz, siz aytib baqing. Ömürlük hayvanlarga qaysi hayvanlar kirdi? Hala qo'y. Kichik do'stlar, kulmanglar. Yoldoz boya darsga diqqat qilmabdi. O'tiring. Ömürlük hayvanlarga qaysi hayvanlar kirdi deganda, ilon, toshbaqa, kaslanchiq qatorliqlar kirdi. Qani, salom kelingizki. O'zimni ko'rmaysiz. Sizning bu yaxshiligingizga undan rahmat etsam bo'ladi. O'zimni tuqqanlar bo'lgan bo'lsa-mu, buncha qilmagan bo'ladi. Qo'rqinchlik ishdi. Hech qisi yo'q. Farida, sizlar zodi nima sababdan achishib ketgandinglar? Sizga nima desam bo'lar ekan? Yo'ldoshim to'liq komandirovkaga chiqadi. 9 yil ilgari komandirovkadan qaytashida bir yeshil yo'lga yo'galgan bu vaqtni ko'tirib ketdi. Shundan keyin bizning turmushimiz zahli turmush bo'lmadi. Ummaga zahli rasketini qilmadi. Oilamizda shu tufaylidan jidal majra qurmadi. Oxiri ajrashib ketdik. Nima? 9 yil bo'lib bir bo'g'oq bola. Sizlar shu bola sababidan ajrashib ketgansizlar-da. Farida, ba'zi oilalarning 9 tal bo'lgan bilan ularning o'ziga loyiq g'ami ham dardi bo'ladi. To'g'ri aytdingiz Erkin. Ba'zilar ajrashib ayrildi ekan, ba'zilar o'lib ayrildi ekan. Taqdir hargiz odamning irodasiga boqmaydi ekan. Odam har qancha mol dunyoga ko'milib ketsa-mu, turmushda qimmatli narsani yo'qotib qo'ysa, bir umr pushaymay yeydigan gapga. 9 yil bo'lib yeshiklarga yo'galgan bir bo'g'oq bola. Odam har qancha mol dunyoga ko'milib ketsa, turmushda qimmatli narsani yo'qotib qo'ysa, bir umr pushaymay yeydigan gapga. Qizim, bizning Elshadni ko'miginimizga bir oydan eshib ketdi. Bola tamoqdan qiynalib qelyapti ekan. Elshadni uyga bir akasam bo'pti ekan.
Enver'im bir bekip bakmandı. Kızım, balada günah yok. Onu yoklap durmasan bulmaydı. Amal ba Enver bile yenişi varsan go. Balını yittim bulmaydı. Dadam bilen ikimizden ümidim şu idi kızım. Apa, onun aran kutulğanda nerede gepten kımığına? Onun da ya dedi yok, ya pulu yok ernenim kılıdı. Dedin keşke hizmet depli çıkıp yürüydü. Başka erlerdeki ya koşum pul tatmasa. Aile çıkadıgan azığını maaşı karab sağırıp tatmagan günüm kalmadı. Bir ilşatının okuş bulunumu töyleyemey haktın karz olduk. Apa, oylap baka, hoşumu gün mü? Balam, ilgiri bizden turmuşumuz mu yaxşı emasdi. Dadan ikimiz tirişip jürüp moşunçalik günge erişdik. Sen mi azra kanaatcan boğan bolsan, ailenle belki bozulmaydı. Apa, hazır diyen kandak devir. Zaman terakki gitti. Burunqidek namırat turmuşunu hiç kim yokturmaydı. Menden başka ayal boğan bolsa, Enver bilen bir gün mü öйтutmağın boladı. Apa, bu dertlerge elimi ben çididim. O kamandırıp kılıç kınandap hem iş sırtlar jürüydü. Kim bildi o sırtlardan yemişlerini kıp jürüydü. Apa, sizler beni düşünüşün ola gerek. Ondak degenin bilen, ağa balığı uval boldu emas mı? Balını oyluşun gerekti kızım. 9 yıldan bu yan bir kıtın mıras gidini kımısa. Elimi ben bana bir düşünçülük çoğukup koydum. Başka yol boğan boz bir gün mü çıdıma etti. Yeni ben kandak kısam bulattı. Elşat, idarenin uğurlaştırışı bilen ben tüvengi hizmetke bardığa okşayman. Seni qanday qilsam bo'la? Qo'y, bor chataqni. Qo'sug'ini ichib ketgandi. Tamoq yegin. Elşat, ben yani 3 günlükken yolga çıkılgan boп kaldım. Sen apamın yiniga berip turip bulsan bolam ekan. Opamni mushu uyda ekova saqlab bo'lmamdi dada. Opamni pek ko'gim kelib ketdi. Bo'ldi, yo'q gapni qilmag'ina. Apam baribir qaytib kelmaydi. Agar ta'til vaqti bo'lgan bo'lsa, seni yurtga olib dadamning qishi qo'yib qo'yadi.
Hazır mağama neme amal deyse. Ya seni öyde yalğız koyup koygulu bolsa. Ne oldu? Dada, sizin aytgan tamaklarınız bir günü tuzsuz, bir günü tuzlu, bir günü kuyuk. Opamның aytgan tamakları... Gülşen. Ben sizni saatlarda dostluk doktorxanasına aldı saklayman. Nemişqa? Necah Niyağı, özünüzü bir təşrif etken desem, fakat bakın onunla almaz. Bugün işkimiz bilip verip təşrif değil. Bu... Bol saat 1'de saklayman. Ha? Kipinay, gelin can dostum. Bu güzel bahçemde pervaz kılgın şad. Kipinay, gelin can dostum. Bu güzel bahçemde pervaz kılgın şad. Kipinay, gelin can dostum. Dada! 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 Dada, ben sizge katta bulup uçup vereyim mi? Kipinay, gelin can dostum. Kipinay, gelin can dostum. O güzel bahçemde paraz kılgın şad. Kipinay, gelin can dostum. Bu güzel... Dada, apam geldi. Apa! O adamni mushundaq saqlab turibsiz? İşimiz chiqib qolgan o'xshaydi. Bo'ldi, xapılışmayli. Siz mi baldır qaytib kelsiz? Biz birga o'ltirib tamoq yemagili xili uzun bo'lib qolgandi. Men sizga o'xshitib bir lag'man aytib beray. Bo'ldi. Tamog'ingizni o'zingiz yemalang. Namoz qilishni bilmaydigan. Qarab turib odamdan do'ppisiga chektisedim. Voy, nima ish bo'ldi? Nimaga xapılisiz? Qalada xanna qilib bo'lib. Yana menda so'raysiz-ku. Men o sizni bir soat saqladim. O'zingiz yo'q-ku? Voy, buni xufsalik qilmang. Men hammani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, zodi nima ish bo'ldi? Odamning ishini siqmay gapni o'chig'im demamsiz. O'chig'ini dandim.
Boya ko'chada hili xumsiga g'iljanlab turganingizda qandoq tushundirsiz? Ha. O degancha mening boshlang'ich maktabdagi saboqdishim. Shuni ko'ribsiz-da? Ha. Mandaqda. Ko'ni mashg'ulingiz bilan tepshyapsiz-da, ha? Nima sarangdak gap qilasiz? Nerdagi yo'qlan gaplarni qilmanga? Saboqdash tursak, gap qilmay o'tib ketsam bo'lamdi. Dada, opa so'qishmasamlar nima bo'ladi? Sizlar so'qishsamlar mening beshim og'rib ketadi ekan. Boshqa bolalarning ota-onasi sizlardek so'qishmaydigan-ku. To'la cho'nglarning ishiga aralashmay. Neri tur? Elsa. Apamni xafa qilmay o'ynadimi bola? Ha? Men komandir qudum qaytib kelib, seni ep ketaman. Oldin olib chiqiz o'qib qo'yinjatiga bo'lsin. Ma'qul dada. Bosh. Dada, bosh. Oy, Elshad. Kira bola. Bu yerga qanday kelib qolding? Seni bu yerga kim kelib qo'ydi? Dadam kelib qo'ydi. Dadam kelib qo'ydi. Kela, o'rtag'in. Dadam degan qapoqlash seni boqolmay. Bu yerga kelib qo'yibdi-da. Chiqqay bola bo'lmayla. O'rixlab ketganini qarasina. Dadam degan dalti. Sen oshnan bermabdi-da. Dadamni eskimas-ku. Undaqda men eskima. Yo'q, opa, sizni eskimas. Dadam degan daltini hech tushunmabsan-da. Hey! Hey! Ne varsan? Dadam meni qo'yman. Bu o'zim shamollaqman qilma. Bitamay qol. Men dadamni meni qo'yman. Opam eski, dadam yaxshi shunaqmi? Meni qo'yver, dadam meni qo'yman. Dadam meni qo'yman. Hey! To'xta deyman. Eshit.
Gapsan bu. Balam. Aytqina. Sen zaten nima bo'ldi? Ha? Nima ishga gap qilmaysan? Opang seni haydayaptimi ya? Dada. Bo'ldi, sig'lama bolam, sig'lama. Ben hazırlı berip opang bilan söylesman. Yo'q dada, opamning yoniga borman. Ben seni qanday qilaman? Seni momangning uyiga olib qo'yay desam, momangning uyi shaharning sirtida. Maktabga berib kelishingga berib bo'lar ekan. Mana opangimizni 15 kun bekitib qo'ygan bo'ladi. Dada, sabah başlarımı uyudu tutsam olmamdı. Onda qilsam qanday bo'ladi bola? Opang hayat turib, xatlarni uyda qo'nib yursa, kishilar og'iz nima deydi? Bo'ldi, sig'lama. Bo'ldi, qilma. Ben bir ish kun kechikman. Bo'lamdi. Erkin. Bugün beni tayyorlik sınıftan chaqirtib ekan. Muallim Yulduz'ni o'rganishga chekinib ketdi. Bir qancha imtihondan o'tolmadi. Yulduzning odatdagi ruhiy holati yaxshi emas. Shuni Yulduzni doktorxonaga olib ko'rsatib yiqinglar deydi. Qanday qilamiz? Men sizga shuncha gap qilsam, zuvan surmaysiz ha? Sizning mau oila bilan, bola bilan qaringiz bormi yo'q? Ajab, oilaning gapini qilib qolsiz ha? Sizmi oilam bor, bolam bor deb o'ylaydigansiz ha? Men shu bolaning ish ko'yigini aldatdimmi? Hada sizlar bolani bana qilib, menga top qilaversiz. Lekin mana nima olmay. Bo'pti. Men bunday deb topdan qilmay. Lekin aytaman, bolamning qayg'usi zodi nerede? Yamanlab manganda bunun. Nerede yok olsan yok olmamsa? Oldu kızım. Zırlama. Meni xotirjam turmush kechirsin desam, bolaning qabrisining neredeligini bana deb bergin oppa. Canım oppa, Erkin ta hozirgacha bolaning o'lib ketganligidan gumonlanib kelyotdi. Mushu ish tufayli ikkimizning o'rtasidagi jidal mojaro besig'mayotdi. Canım oppa, Erkin yaqindan beri bolani
Balının gepini to'liq qilib, ko'nglimga azab beradigan bo'lib oldi. O'tinib qalay opa. Mana iliq gapni debba. Balının qavrsiz zodi nada? Kızım, sen bu işni erkin demeslikka va'da berarimsan. Oğlum, senin oğlum ki hayat. Nima? Nima dedi? Nima dedi opa? Kızım, senin balan hayat. Beni keçirdin. Ben sana yüz gelmeydim. Yok. Yok. Ben işenmeyim. Benim kızım, senin balan hayat. En vakitte senin derdini oylap, hem yüzümüzün yüz abruyla oylap, namrat ailegi berişke koşulma kaptım. Bırak, sen bizim irademizge xilaf alda, onunla yatık bulup sen. Ki, silah turmuştu kıyınıp qarashda, ergin pul tapımen dep, işkirge kırıp gidip, ta balık toğulgamda kadar kaytıp gelmedi. Bu çağda, sadece ahvalını bilmegeçken, o balını nikansız toğulgan balardan karar. Senin bugünkü durmuşunu oylap, balı toğulganda, ben hakkı benim etkendim. Ya. Benim balam. Benim balam kayada. Balam kayada. Beni geçerken dedim kızım. Abba, koşup kalay. Benim balam kayada. Benim balam kayada. Senin kızım. Senin baban. Senin baban. Benim balam. Benim balam. Benim balam hayatım. Abba, benim balam kayada. Kayada. Benim tutup her işini özünüz kılmazsanız lazım. Bilemem, çünkü ben yardım gerek adam yok. Anlarım bolsa, çoğu bağınlıkin bu... Erkin, balımız hayatken. Deme. Deme kız. Balımız hayatken.
bir çıkar